Keyingi haftada ob-havo keskin o'zgarishi kutilmoqda. 23-25 mart kunlari respublika bo'yicha ob-havo keskin o'zgarishi kutilmoqda. O'zbekistonga nam va nisbatan salqin havo massalari kirib keladi, deydi xabar bermoqda O'zgidromet agentligi. Respublika bo'yicha yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Respublikaning tog'li hududlarida yomg'ir qorga aylanish ehtimoli bor. 23-24 mart kunlari shamol tezligi ba'zi joylarda 13-18 metr/soniyagacha kuchayadi. Ayrim joylarda ba'zida 20 metr/soniyagacha kuchayishi mumkin. Kunduzgi havo harorati asta-sekin 12-17 darajagacha pasayadi. Shuningdek, 23-27 mart kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida, jumladan Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax viloyati, Toshkent viloyati, Namangan, Farg'ona, Andijon viloyatlarida sel, suv toshqinlar hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolarni va dam oluvchilarni hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilarni ehtiyotkorlik choralari ko'rilishini so'raymiz, deyiladi xabarda. Respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli ham bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga ham olib kelishi mumkin.